insonlarning hayotiga bundoq qarasangiz, hech qachon bir-biriga yomonlik qila olmasligini ko'rasiz. Qanaqa qilib? Inson aslida boshqa bir insonga zulm qila olmas ekan. Inson asli o'ziga zulm qilar ekan. Inson boshqa bir insonga xiyonat qila olmas ekan. Asli u o'ziga xiyonat qilar ekan. Nimaga shunaqa? Chunki inson kimga nisbatan qanaqa ish qilsa ham o'zi mas'ul bo'ladi shu ishdan. O'zi oyog'idan osiladi. Bu javob beradi. Ya'ni bir insonga zulm qilayotgan bo'lsa, zulm ko'rgan insonga moddiy qanaqadir talofat yetsa ham, lekin bu ishda eng muammoga duch keladigan shaxs zulm qilgan inson. Inson boshqa bir insonga xiyonat qilsa ham, bu yerda muammoga duch keladigan va oyog'idan osiladigan, buni ta'zirini yaxshilab ko'radigan shaxs qiluvchi inson, qilingan inson emas. Shuning uchun ham insonlar aslida o'zlariga zulm qilishadi. Insonlar aslida o'zlariga xiyonat qilishadi. Insonlar asli o'zlariga haqsizlik qilishadi. Zulm qilingan, xiyonat qilingan, aldangan odam bo'lsa, shu paytda qanaqadir moddiy talofat yetganligi uchun, muammoli holatga kirganligi uchun bu yerda yutqazganman deb o'ylaydi. Lekin aslida yutqazgan qiluvchi. Shuning uchun ham inson har bitta ishini hayvondan farqli o'laroq ongli ravishda qilishi shart. Bo'lmasa hamma qilgan yomonliklaridan o'zi javobgar bo'ladi, o'zi mas'ul bo'ladi, o'zi muammoga duch keladi. Qilingan inson emas. Qilingan inson kerak bo'lsa yutib ketadi u joyda. Shuning uchun kimdir sizga muammo qilsa, kimdir sizga zulm qilsa, kimdir siz haqqingizni yeb, kimdir sizga xiyonat qilsa, xotirjam bo'lasizki, qiluvchi inson o'ziga juda ham katta xato qildi, o'ziga jabr qildi, qilingan inson emas.